Assalomu alaykum, Bio'zdars kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz botanikaning ikkinchi mavzusi gulli o'simliklar bilan umumiy tanishib o'tamiz. Botanika fanining asosiy qismlaridan biri aynan gulli o'simliklar o'rganadi. Gulli o'simliklar gullarga ega bo'lgan va urug'langandan so'ng meva hosil qiladigan o'simliklardir. Ularning guli ichida changchi va urug'chi joylashadi. Gullarning tashqi qismi gulkosa va gultosh barglaridan tashkil topadi. Yer yuzida gulli o'simliklarning turi juda ko'p. Olimlar aytishicha, hozirgi kunda 533 ta oila, 13 mingga yaqin turkum, 250 mingdan ortiq tur mavjud. Har bir o'simlikning o'ziga xos belgisi bor. Gulli o'simliklar quyidagi qismlardan tashkil topadi: ildiz, poya, barg, gul, meva, urug'. O'simliklar million yillar davomida turli iqlim va sharoitlarga moslashib rivojlangan. Shu sababli ularning tashqi tuzilishi, shakli, xossalari bir-biridan farq qiladi. Dunyoda juda qiziqarli o'simliklar mavjud. Masalan, Seyshel palmasining yong'og'i 25 kilogrammgacha yetadi. Meksika kaktusining tanasida 200 litrgacha suv saqlaydi. Ajdar daraxti 6000 yilgacha yashashi mumkin. Refleziya gulining diametri 1 metrgacha yetadi. O'zbekistonda ham ajoyib o'simliklar uchraydi. Masalan, saksovul va qandim cho'llarda o'sadi va issiqqa chidamli. Nilufar poyasi suv ostida bo'ladi, guli esa suv yuzasiga ochiladi. Qizillola tabiatda eng chiroyli gullardan biridir. Isiriq va na'matak tabobatda keng ishlatiladi, uni hammamiz bilamiz. Xo'p, gulli o'simliklarning tuzilishiga e'tibor bersak, gulning tashqi qavati yashil rang gulkosa barglardan iborat bo'ladi. Uning ichki qismida rangli gultosh barglar joylashadi. Gulning o'rtasida changchi, markazida esa urug'chi bo'ladi. Gulli o'simliklarning xilma-xil tabiatdagi sharoit bilan bog'liq. Millionlar davomida, misol uchun, iqlim, namlik va tuproq o'zgarib borgan. O'simliklar esa yangi sharoitga moslashgan. Moslasha olmagan o'simliklar esa yo'qolib ketgan. Olimlar fikricha, bundan taxminan 140 million yil oldin urug'li quloqlardan gulli o'simliklar paydo bo'lgan. Hozirgi kunda esa gulli o'simliklar yer yuzida eng ko'p tarqalgan o'simliklar hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, gulli o'simliklar tabiatda eng muhim va eng xilma-xil qismidir. Xo'p, ular inson hayotida va tabiat ekologiya uchun juda katta ahamiyatga ega. Xo'p, botanikani siz va oson va tushunarli darajada o'rganmoqchi bo'lsangiz, Bio'zdars kanaliga obuna bo'lasiz degan umiddaman. Ikkinchi mavzumizni ham ozgina bo'lsa-da tushuncha berganimdan xursandman.